Assalomu alaykum, Mototols kanali obunachilari. Bilasizlar, ancha bo'ldi video qo'ymaganimizga, ya'ni safarda edik. Xitoyda yangi yuklarimiz ham kelyapti. Hozir yanada yangi yuklarni, yangiliklarni siz azizlarga ko'rsatamiz. Qani boshladik. Sifati zo'r bo'lgan, ya'ni tugab qolgan qo'y mashinkalarimizdan keldi va nabor, 6 talik nabor, 5 talik nabor va shurportlarimizdan ham keldi. Hammasi narx-navlar bilan tanishib o'tamiz. Mana lazerlik naborlarimizdan keldi. Bilasizlar, tugab qolganda sifati juda ham yaxshi. Ya'ni 4 ga 1 deyiladi. Kimnigadir agar fonarni qo'shsak 5 ga 1 bo'ladi. Ya'ni 5 ga 1 naborimiz. Shurporti bor, bolgarkasi bor, perforatori bor. Keyin lazeri bor. Lazeri ham original bo'ladi. Shurportlari ham juda ham baquvvat, original chiqqan bo'ladi. Sifati bomba chiqadi. Narxlari ham qulay, sifati ham zo'r chiqqan variantlaridan biri bo'ladi. Buni yana arzon poddelka firmalarga solishtirmaysizlar. Bular o'zi yozuvlik, original model keladi. Hattoki lazerning uruvinli batareykalarida ham indikatorlari bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin. Lazerning uruvinli batareykalari ham protivniy udarnik deyiladi. Ya'ni bu qanday? Tushib ketsa ham o'zi rezina qoplamasi bor. Sinib ketish, ya'ni nimasi xavfi kamroq bo'ladi nisbatan, ya'ni boshqa lazerli uruvinlarga qaraganda nisbatan kam bo'ladi. Bu sifati zo'r bo'lgan lazerli uruvinimizni, o'zi bu lazerli uruvinni to'g'risi aytsak, donasini o'zini, mana shu uruvinni o'zini 850 minggacha bozorga sotilyapti. Biz mana shu selli 5 ga 1 naborimizda perforatori, bolgarkasi, shurporti, fonari va lazer uruvini bor. Narxini 1 million 850 ming so'm qilib beramiz. Bor yo'g'i O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz ham bor. Keyingi 6 talik naborimiz mana bu deyiladi, ya'ni 6 ga 1 nabor deyiladi. Eramax brendiga tegishli. Buni nimasi bor desangiz, qarang. 4 ta batareyka, 2 ta bistira zaryadchi, gayka yor, bolgarka. Pastki qatoriga qarang. Ahamiyat solamiz. Arrasi bo'ladi, perforatori bo'ladi, pucholkasi bo'ladi, shurporti bo'ladi. Buni ko'p videolarimizga ham ishlatib ham ko'rsatganmiz. Eng qizig'i narxini aytamiz. Narxi juda ham arzon chiqqan va narxini yengillashtirib qo'yganmiz. Buning narxini 2 million 100 ming sotgandik oldingi videolarimizda ham. Hozirgi kunga kelib buning narxini 1 million 950 ming so'm qilib belgiladik. Keyingisi o'sha eng mashhur shurportlardan biri chiqqan, ya'ni original shurportlarimizdan biri Ubay brendiga tegishli. Bu chista original brend deyiladi. Ya'ni bu boshqa shurport arzonlariga o'xshamaydi. 3 xil funksiyasi bor. Batareykalari ham original variantdagisi bo'ladi va mana bunaqa original ichiga bo'lgan nasatkalari ham chiqadi komplektda. Mana shu nasatkalarning originali mana ochib ham ko'rsatamiz. Hammasi full komplektda. 100% original bo'ladi. Ili zaryadchiklari ham bistira bo'ladi. Og'irliklari ham zo'r, patronlari ham temir patronlarda bo'ladi. 2 xil rejimi bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 700 ming, 800 ming sotadigan shurportimizning narxini bor yo'g'i 450 ming so'm qilib belgilaganmiz. Agar xuddi shuni salgina oddiyroq variantini olaman deganlarga, unda ham bistira zaryadchigi bor, ko'rib turishingiz mumkin. Temirlik bo'ladi. Mana orqasi temiri bor. Ya'ni mix ham qoqadigan variantidan. Bundan ham 3 xil rejimi bor, malatoglik. Zaryadchiga bistira bo'ladi. Batareykasi 2 ta. Buni narxini bor yo'g'i 300 ming so'm qilib beramiz. 350 ming ham qo'ygandik oldingi videolarimizda. 300 ming so'm qilib beramiz. Endi aytishingiz mumkin, arzonrog'i biz oldingi videolarga ko'rganmiz-ku degan bo'lishingiz mumkin. Faqatgina zaryadchiga bistira bo'lmaydi, oddiy bo'ladi. Buni narxini 240 ming so'm qilib beramiz. Buni oldingi videolarda ham 265 ming, 280 ming, 250 ming qo'yganmiz. 240 ming so'mga original bo'lgan, switchiga ham ishlaydigan, mix ham qoqsangiz bo'ladigan temir patronlik sifati zo'r bo'lgan shurportni 240 mingga olib ketishingiz mumkin. Agar mendaqa sifatingiz yaxshisi, katta batareykaligini olaman deganlarga, mana katta batareykaligini olganlar uchun 350 ming so'm qilib beramiz. Batareykasi 20 wattlik bo'ladi. Kattasi, baqaybati bu. Oddiylari bilan adashtirmaysizlar. Buni Ubay brendiga tegishli, Bioti brendiga tegishlisi bor. Narxini 350 ming so'm qilib beramiz. Kimga shunaqangi sifati zo'r bo'lgan shurportlar kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Mendaqa bistira varianti ham bor. Buni mana 20 wattlik, orqasida temirlik variantida bistirasi ham bor. Sifati ancha oldingiga qaraganda yaxshilanib kelgan. Motorlari ham baquvvat bo'lgan, sifati zo'r, narxi 450 ming so'm. Zaryadchiga bistira bo'ladi. Tez yo'ldiradigan zaryadchilardan biri bo'ladi. Endi mana bu tugab qolgan qo'y mashinkamizdan ham keldi. Mana ko'pchilik so'rayotgandi. Blok pitaniyalik, sifati zo'r, besish otishni qizimaydigan. Bilasizlar, original varianti bo'ladi. Zapas ishlari bor, selli komplektda bu yog'imizda hamma narsasi bor. Rossiyskiy brendiga tegishli bo'ladi. Bu solidorlari Germaniya texnologiya deyiladi. Buni ichida mana garantiyli talonlari ham chiqadi. O'ziga 1 yilgacha kafolatlari yozib beriladi. Narxini 2 million 800 minggacha sotilyapti. Buni bemalol kelsangiz 2 million 500 minggacha narxini arzonlab qo'ydik.
kelishtirib beramiz. Agar arzonroq qo'y mashinka so'raganlarga bu yog'imizda mana 650 ming so'mga sifati zo'r bo'lgan Bioti brendiga tegishli qo'y mashinkalarimiz ham bor. Eng qizig'i o'tsak, lazerli uruvinni ham narxini suv tekin narxda tushirib qo'ydik. Lazerli uruvinni mana 360 gradusga buriladiganini narxini juda ham arzon narxda belgilab qo'ydik. Bu lazerli uruvinni 650 ming so'm sotardik. To'g'risi 650 ming so'mdan mijozlarimiz olib ketgan. Yashirmaymiz. Bu tablolik variant bo'ladi, sensorlik. 360 gradusga usti buriladi bu. Ano arzon lazerli uruvinlar bilan solishtirmaysizlar. Mana 360 gradusga buriladi hamma tarafi. Eng qizig'ini aytsam, o'ziga Type-C zaryadchi ketadi. Endi narxi qiziqdi, o'zi narxi qiziq. Mana shu original bo'lgan lazerli uruvinimizda oyoqlari bilan, mana shu shamadani bilan 350 ming so'mga kelib olib ketishingiz mumkin. Original lazerli uruvinimizda 1 yil kafolati bilan 350 ming so'mga nima deyapti? Keyin eng zo'ri mana 5 talik naborimiz bor. Buni o'zi bitta birinchi kelganga bitta video qiluvdik. To'g'risini aytsam, talatula bo'lib ketdi. Buni bilasizlar. O'zi yetkazib bera olmadik. Shu xohlasangiz shurport qilasiz. Buni birinchi video qilganimizga qolmay qolganda yana keldi yangi partiyamiz. Ikkita batareykalik. Xohlasangiz perforator qilasiz, mana yopib qo'yasiz. Buni arzonchi firmalar bilan solishtirmaysizlar. 100% original bo'ladi. Kelib do'konga ishlatib, ko'rib, xohlagan test qilib keyin olib ketishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1 million 550 ming so'm qilib qo'yganmiz. Ishoningizlar, bitta batareykasi o'zi 300 ming 400 ming so'mlik batareyka berilgan. Bu ikki ichidagi qumlik batareyka emas, hammasi 100% original batareyka bo'ladi. Xohlasangiz ichini ochib, shu yerda ko'rsatishimiz ham mumkin do'konga kelsangiz. Bemalol 5 xil predmet bor. Agar buni donalab hisoblasangiz 4 milliongacha boradi. Hatto mana bunaqa arra-charalari ham 2 xil bo'ladi. Masalan, uzun kalta. Mana arra o'zi, temir arra, nima, yog'och arralari ham 2 xil variant qo'shib beriladi. Zapas seplari bilan. Narxi 1 million 550 ming so'm, o'zi soni oz qolgan bularni. Eng qizig'ini aytsam, mana bunaqa qaychi bilan arralik naborimiz ham kelgan. Ko'pchilik so'rayotganda, ikkitasi bittada yo'qmi, arzonroq, narxi arzon bo'lsin deganda, biz arzonchiroq variantini olib kelganmiz. Masalan, qaychini o'zini 700 ming, 800 ming sotishadi-ku, yo'q. Biz mana shu komplekt olsangiz, ikkalasini narxini 650 ming so'm qilib beramiz. Rostdan ham bir dona qaychini puliga arrasini shunchalik bonus saraqasiga olib ketasiz. Eng qizig'ini aytsam, mana bu arralari ham oddiy arra emas, chunki sababi maslenisi bo'ladi. Mana bir xil komplektda olsangiz, mana bunda maslanasi qo'yadigan joyi bo'lmaydi. Bez masleni bo'ladi. Bu masleni varianti. Undan ham tashqari zo'r naborimiz kelgan. Bu ya'ni xohlasangiz pilisos qilib ishlatasiz, xohlasangiz karcher qilib ishlatasiz, xohlasangiz dam uradigan qilib ishlatasiz. Hamma funksiyani bittada jam-jas qiladigan naborimiz ham kelgan. Narxi 850 ming so'm chiqadi. Juda ham arzon, juda ham qulay chiqadigan naborlarimiz kelgan. Undan tashqari yangiliklarimiz juda ham ko'p. Hozir to'g'risini aytsam, hammasini aytsak, hozir videomiz ham cho'zilib ketadi. Suv nasosni islarmi, bemalol do'konga kimga nima xizmat kerak bo'lsa, bemalol Mototolsga bog'lansangiz bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, manzil va telefon raqamlarigacha tushuntirib o'taman. Ko'pchilik manzilimizni yo'qotib qo'yishyapti. Bilasizlar, Sobir Ahmedov metro, ya'ni Sobir Ahmedov metrodan chiqqanda o'z Do'mirobod bozori ko'rinadi. To'riyatashkalik stroy material bozorini qarama-qarshi tarafida Toshkent Zenner deb yozilgan. Mototols do'konimiz. Bu yerda ikkita do'konimiz bor. Motopower, ya'ni Mototols. Telefon raqamlarimiz 95lik 816 94 94 va 99lik 576 37 37 O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz bor.